Xuddi shunaqa animatsiyalarni endi bepulga yasashimiz mumkin. Buni bepulga yasashni o'rganishni istasangiz, albatta video oxirigacha tomosha qiling. Biz avval CapCut ilovasiga kirib olamiz. Shu yerda bepul yasashimiz mumkin. Buning uchun CapCut ilovasida shu bo'limga o'tib olamiz. Bu bo'limga o'tib olganimizdan so'ng tepada lupachani yoniga bosib qidiruvga beramiz. Qidiruvga Instagram Pro deb yozamiz va qidirish boshlanadi. Bizga o'zimizga shunaqa Instagram shablonlarini qidirib topib beradi. Buning uchun ozgincha vaqt ketishi mumkin. Internet tezligi va telefoningizga, rusumiga bog'liq bu narsa. Menda sal sekinroq ochyapti. Ozgina kutib turamiz. Mana ochildi. Mana shu o'ziga yoqqanini tanlasangiz bo'ladi. Mana bu ay deganlari shunday tayyorlanadi. Faqat buning uchun Pro versiyasini sotib olgan bo'lishingiz kerak yoki o'zini maxsus narxlari bor. 49 tangacha bo'ladi. Har xil tangachalik bo'ladi. O'sha tangalar to'lasangiz bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham ko'p, ko'rib turganinglardek bemalol foydalansangiz bo'ladi. Mana shunisiga kirib ko'ramiz. O'zi o'qiydi. Endi buning uchun buni ustiga bosamiz. Va bitta rasm tanlaymiz. Mana shuni. Ikkinchisiga mana shuni. Endi bu yer tan ustiga bosamiz va tekstlarni o'zgartirsak bo'ladi. 500 k followers, obunachilar. Post adresi 500 following. Va bu yerga mana shu so'zlarni har bittasini o'zgartirib chiqsak bo'ladi. Bu yerga turli kontentlar birga ustozlar ham jamlangan kanal. Buni olamiz va bizga bular kerak emas, o'chirib olamiz. Bizga mana shunday holda qolgani ma'qul. Shuni o'zi yetarli. Mana bo'ldi. Shu bilan mana bizga tayyor bo'ldi. Endi eksport qilamiz. Shu bilan tayyor. Yanada ko'proq g'oyalar uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana ko'ramiz.